Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari bozor narxlarini tanishtirish uchun bugun hafta kuniga chorshanba 30-aprel Namangan viloyati 3 tumani Yorqo'rg'on hayvon bozoridamiz. Akalar, Alloh xolasa bugun qo'ldan kelgancha bugungi bo'layotgan turgan narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Hozir mana shu ikkita qo'zi qo'chqor baraka bo'ldi. Mana shu akalarim olishdi. 4 million qancha bo'ldi? 44. 4 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi akalar. Ikkitasi qo'chqor 2 million 200 ming so'mdan. O bu yoq yana qo'zi qo'chqorlar. Qo'chqor hammasi bular. Qaydiki bo'ladi agon? Sirdaryoniki. Sirdaryoniki. O necha oylik atrofida bular? 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida qo'zi qo'chqorlar. Narxi necha puldan? 2 million 300 dan ketaveradi. 2 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Xayri bor yana azmasa kelishtirib, ha? Dastlabki xizmati bor. O nomerda ayting. 93 301 35 66. Masha akalar, mana shu nomerga aloqa chiqaverasizlar, Alloh xolasa. Qo'chqor qo'zilar bor ekan mana. 8 tashkilga bayda, 7 dan 7 ta ekan. Bitta yana bor, tagi sero. Tagi bor-a? Aloqa chiqaverasizlar akalar. Bu yoq akalar, Alloh xolasa eski o'tgan yil qo'zi qo'chqorlar 10 oylik, 12 oylik, 13 oyliklari ham borga o'xshab turibdi. Azimjon aka, normal, zo'msiz. Saydek aka bular tagonni qo'chqorlar. Qirg'izistonniki. Narx necha pul aytyapsizlar? Bular 5,5 dan deyapmiz. 5,5 dan kami bor. O to'rttasi 5 dan. 3tasi 47 dan kam bor. Olatay qara. Ha, yaxshi. O'sha 5tasi 5,5 dan kam bor-a? 5,5 dan kam. Savdo bo'lyaptimi ular? Ular 5 dan kami bor. 3tasi 47 dan. 3tasi 47. Ish 1,5 milliondan kami bor. Chiqqani bormi uni kattalarni? Chiqqani, oldi chiqqan ekan akalar. 5,5 million so'mdan narx aytilyapti. Kami bor ekan. Ya aralash qo'zi, shagi ham bor ekan. Ular nechtasi savdo bo'ldi bozorga? Hojibo nechtasini so'radingiz? 5tasi. Qancha berdingiz? 22. 5tasiga 22 million so'm. 4 million 400 dan bo'lar ekan-da shunda. Shunaqa bo'lar ekan. Shunaqa bo'lar ekan-a? Yaxshi, xabar ekanimiz. Bering Bolizjon aka. 4 million 400 ming so'mdan. Qo'ylar ham yaxshi ekan, narx ham yaxshi bo'pti-da, xolosa sekin-sekin. Aka nomerda aytib qo'ying, bular uzun soni bor-a yana uyda? Ha, sonisi bor. Ayting nomerni. 94lik. 94lik 432 432 7. ha 37. Aha. 86 86 87. Akalar aloqa chiqaverasizlar, Xudo xolasa Telegramdan yozsalaring. Bo'lmasa o'zlari yozdirib videoni qilib tashlab berishaveradi. Bo'yini, kilasini o'lchab chiroyli qilib. Akalar aloqa chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, bu yog'i tagonni qaydiki, Anvarjon aka bular. Qashqadaryo. Qashqadaryodan kelgan-a tagonni. Necha oylik atrofida aka bular? Ular 11-12 oylik. Ishga chiqqani ham bor-a? Chiqqani ham bor, endi chiqadi. Endi boshladi oldi chiqarishdi, Xudo xolasa. Mana akalar. O'tgan yil qo'zi qo'chqor qurvolliqqa akalar olib turib, ozmoz yemlab tursalar ham bemalol bo'laveradigan, yemin ozmoz yeb turgan variant akalar. Narxini qanchadan deyapsiz aka bularni? 4,5 dan. 4,5 milliondan. Kami bor. Kami bor. Kelishtirib beriladi, xolosa. Bunlarni nolga olib chiroyli qilib qo'yishibdi akalar. Mana. Xolosa chiroyli aloqa chiqaveradigan. Nomerda aytib qo'ying aka. Nomer 99 lab. Aha. 909 909 3808. Akalar aloqa chiqasizlar. 4 dan berasiz, bir 5 ta tanlab olasiz. Yo'q, 4dan tepa 4dan oshadi. 4dan past savdo bo'lmadi. 4 dan oshirib savdo qilgan, ha. Ko'proq. 4 million yo'q bu yerda savdo bo'lyapti akalar. Aloqa chiqasizlar, Xudo xolasa Telegramda yozsalar, chiroyli qilib video qilib tashlab berishaveradi. Yoqqanini, uydan ham raddelni hammasini video qilib tashlatsa, chiroyli qilib mana. Ular uzun yaxshi variant edi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi qo'chqorlarimiz so'yishga ham tayyor variantdan, semiz bo'ladigan variantdan yaltillab qolibdi o'zi ham semirib akalar qo'chqorlar qarang. Haqiqiy chotki holatda ekan akalar. Son nechta buni? Son 23 ta. 23 ta.
Kilaga ham berib Kilaga beramiz. Nech puldan berasiz kilaga? 67 mingdan tortib beramiz aka. 64 dan berim. Yo'q, 67 mingdan kecha kelganda Qashqadaryodan. Narxi nech puldan deyapsiz o'zi? Narxini bir joyga 5 milliondan Kami bu. Kelishtirib beriladi. Akalar 67 ming so'mdan yana ozmas xayrini o'tib beradi baribir. 65 dan bo'lsa berib yuboramiz-a kilaga ham. Ha, to'g'ri-chi, bir obunachilar maza qilsa bo'ldi akalar, aloqani qilib Xo'p, narxi 5 milliondan kami bor. Yana kamini kelishtirib beradi. Nechta desalang, adden qilib video qilib tashlab beriladi. Kiloga bo'lsa ham 65 ming so'mdan xudo xolasa yetkazib beradi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkini ichida qilib beradi, xudo xolasa mana akalar. Qo'chqor daqiq go'zallar ekan. Badan haqiqiy chiroyli semirib qo'ydi. Qurolliqacha ozmoz yana tejab turasizlar. Maza qilib qurolliqqa so'yasizlar bo'laveradi akalar bemalol. Istimasin go'zal semirib qo'ydi. Yurib yemini yeb turgan aka bular. Yemini yeb turgan ekan haqiqatan chidamli. Qurolliq ushlab tursa ham 1 milliondan foydasi bor qo'ylar. Xudo xolasa. Aloqa chiqasizlar akalar, bir joyga bo'lsa yana ham kelishtirib beradi, xudo xolasa. Xo'p, nomerni ayting. 99lik. Hop, 493 493 16. Akalar mana shuning ichidan bitta sotilibdi. Mana shuning ichidan ekan. 4 million 800 mingga baraka bo'pti. Haqiqat. Go'zal ekan jonivor. Badani ham semiz ekan. Savdo bo'lyaptimi aka bular? Savdo bitta ham savdo qilyapti. Siz pul berdingizmi aka? Qancha berdingiz? Jonivor. Chiroyli ekan-a? Chiroyli. Qulay. Nech puldan deyapsiz o'zi aka siz buni? 2 million 600 ming. 2 million 600 ming so'mdan. Kami bu. 600 mingdan ozmas xayriyaga o'tib beramiz. Toshkentgacha dastlabki Dastlabki xizmatlarni qilib beriladi. Nomerni aytib qo'ying. 95lik. Hop, 801 801 37. 3937. Hali aloqa chiqarasiz, xudo xolasa. Siz nech pul berdingiz bittasiga? 2 million 300 ming. Bering, pulimni aka. Beraman. 2 million 300 ming so'mga bermayapti ekanlar. Bunimi? Alloh bersin. Bu sog'liqmi? Ha, tatalla olar. Ashi ekan-da. Sal uzunroq, yaxshi ham chiroyli ekan. Bo'ldi, aka barakani bersin, savdodan bersin. Mayda 4 ta akalar yemini yeb turgan variantdan bor ekan, pulni kelishtirib beraman deyaptilar. Nech puldan Tohirjon bular? 5 milliondan. 5 milliondan ichida, vodiy bo'ylab. Ichida vodiy bo'ylab. Kilaga nech puldan kilaga? Kilaga sotilmaydi, bular kichkina. Aka yaxshi-ku. Kilaga beryapti shunaqalarni ham. 5 puldan chiqaryaptilar. 5 milliondan kam. Nega bitta ukamiz aytdilar 67 dan dedilar, 65 dan deb qo'ydi. Ammo semiz ekan ular. Ular bog'maroq bo'yi bor ekan, bog'maroq ekan. 70 dan beri. Xo'p, 42 dan berasizmi to'ttani bir joyga? 42 dan bo'lmaydi. Qanchadan bo'ladi? Dangal bo'ladigan, bitadigan joyni ayting. 5 million qimmat. 48 dan dastlabkasini qilib beramiz. 48 dan. Unda ham qimmatroq-da. 43 dan bo'lsa telefon qilishadi. Bo'ladimi? 4 million 300 ming so'mdan tavakkaliga. 45 dan bersa o'zlari olib ketadi. Dastlabki u problema narsa emas. U o'zlari yarashmaydi. 4,5 dan dastlabki ham ichida. Egalar, yoqqan bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Bo'ylari 80 plus. Kilasi 70 kilo yog' bu yog'ida. Xudo xolasa aloqa chiqsalar ham bo'laveradi. Yana tabi kelishsa bo'ladi holatlar. 4 million 500 ming so'mdan deyaptilar. Vodiy bo'ylab. Toshkentgacha besplatni. Nomerni ayting, nomerni. 88lik. Hop, 594 hop, 0444. 0444. Aloqa chiqarasizlar akalar. Bu yoqqa akalar savdogarlarning narx-navosini ko'rdik. Endi bu yoqqa emas, dehqon bozorda narx-navo qanaqa bo'lyapti? Xudo xolasa sekin o'tib ko'ramiz akalar. Ona bola qo'ylar, qo'zilar, xudo xolasa hammasini sekin narxini yoritib borishga harakat qilaveramiz. Mana savdo bo'lyapti turgan joyiga borsak yaxshi bo'lardi. Qo'shqor bozor mana baraka bo'pti. Nechtasi baraka bo'ldi akalar, hormonlar? Sariq Qo'chqor. Qancha bo'ldi? 4 million 300 ming so'mga baraka bo'ldi. Yaxshi, barakani bersin. Bo'ylari ham 80 plus ekan akalar. 4 million 300 ming so'mga baraka bo'pti. Barakani bersin. Qolganga zotganga.
mana shu qo'chqor necha pul aytyapsiz narxini? 5 million. 5 million. Necha pul savdo qilishdi? Bo'p turgan. Hozir 4,5 qilyapti, bo'p turgan. 47 qilib o'tib ketdi ular. 4,5 million so'mga bermadilar. Mana shu ikkita qora sotildimi aka? Alloh barakani bersin. Necha pul bo'ldi? 4 million? 4 million 400 mingdan baraka bo'ldi. Gap yo'q, go'zal bo'libdi. Jonivor uzun amaga. Hojagalar ham olishibdi, Alloh barakani bersin. 4 million 400 ming so'mdan 8 million 800 mingga ikkita qo'chqor baraka bo'libdi. Endi yeb turgan variant ekan. Bu yoqqa kelib, mana semiz variantda ehsonga har qanaqa bir haqiqiy marosimlarga, to'ylarga bemalol ehsonga aloqa chiqaradigan variantlar ekan. Aka, necha puldan aytyapsiz bularning narxini? 5 milliondan deyapmiz. 5 million so'mdan. Chiqqana bularni? Endi chiqaryapti. Endi chiqaryapti turgan-a? Semiz hammasi semiz. Hammasi yemini yeb turgan. Yemini yeb turgan. Bir joyga biz 4 dan berasizmi emasmi? 4,5 dan bermayapti. Bir joygami? Ha. Bo'lib turgan savdo. 6tasi. 6tasi qolyapti. Ikkita qoladi, mana monondan boshlabmi? Qashqa bilan yonidagisi qoladi, qolganini. Mana mana shu ikkita qolyapti-da, keyin bu yog'ida 6tasimi? Xudo barakan. Ash 6tasini 4,5 million so'mdan bermadilar. Kelar aloqa qilsalar bo'laveradi. Qurollikqa bemalol. Hozir ham bemalol ehsonni ko'taraveradi. Qurollikgacha sen yemlab tursalaring bo'laveradi yonlikda. Aka, nomerni ayting. 99 Hop. 947 Hop. 7957. 7957. Kelar aloqa chiqaverasizlar, Alloh xolasa. Bu yog'i yana sekin yergilashib ketaveradi, qo'chqor bo'lsa. Necha pulga beraman dedingiz? 4,5 millionga. 43,5 berdingizmi? Aka? 44 berdingizmi? Bering bo'pti aka. Hozda barakani bersin. 4 million 400 ming so'm savdo qildilar. Bermayaptilar. Tishi bor ishkiliga qo'ydi. Yaxshi ekan holati ham. Daniyam semizgina ekan. Rahmatulloh nuqtasi. Akalar, mana shu buqamiz Tarazga baraka bo'pti. Aka, necha puldan bo'ldi? 57,100 ming so'mdan aka, mana yirik ekan jonivor. Mol siznikimi aka? 57 ustiga 100 ming berishga bo'ldi. Ha, 57 dan Ustiga 100 ming. oxirida necha puldan ustiga 100 ming qo'shib berasiz. Alloh barakani bersin. Sho jonivor. Kela bor. Ha, jonivor chiqdi mana. 2 kilo aka. 662 kilo. To'xtaydi o'zi. Ha, vallahi. Altmış kilo çıkıyor. 61 kilo. 661 kilo. Alay. Oldu alay bak 61 kilo to'xtaydi. 661 kilo. Yürüyü bu koya. Allah barakani bersin. 57 ming so'mdan baraka bo'pti. Shu necha pul hisoblashar ekan chiqsa, ustiga 100 ming so'mga baraka bo'pti. Aka, bu baraka bo'ldimi? Güzel paylaşma edelim. Bu sotishmabdi ishkiligini dashmadi. Aka, bu ona bolalar oldingizmi? Yo'q. Sotmadim aka. Qanchaga kirdi? 59 ga jupini. 5 million 900 ming. Ona bolanimi? Yo, bitta o'zingiz aytyapsiz odam. Necha pul? Mashsa oluvda? 2008. Yaxshi baraka. 3 million deyapti ekanlar, 2 million 800 ming savdo qildi. Ben 5 kilo. Bo'pti, bering 28 ga. 100 ming so'm o'tib beraman. 2 million 800 mingga savdo baraka bo'lyapti ekanlar. Ele iyi mi? Shunday qilib, hurmatli obunachilar, bugungi hayvon bozorimiz sekin oxirlab qoldi. Va xolasa, agar like bosib, bittadan podpiska bo'lib qo'yishni unutmaysizlar, va xolasa.